Assalomu alaykum. Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Rakat jome masjidining imom xatibi Robbimqul domlamiz olamdan o'tib qoldi. Alloh rahmat qilsin. 1-2-3 kun bo'ldi. Nimaga hajga ellikboshi bo'lib borib, shu yoqda Alloh taolo nasib qildi. Madinaga dafn qilindi. Men Robbimqul domla ukamiz haqida bir nechta gaplarni aytmoqchiman. Hop. Robbimqul domla bilan tanishganimiz, birinchi ko'rganim 2008-yil Rakat masjidiga bir safar jumaga borganimda Abdulaziz Mansur shayx kelib, o'sha vaqtdagi shu Rakatda ko'p yil xizmat qilgan Abdulloh domlamizni faxriy imomlikka o'tkazib, Robbimqul domlani, ya'ni keksa kishilarga sal qattiq gapirib bo'lmaydi, uni qil, buni qil deb, ish buyurib bo'lmaydi, masjidda buni qil deb aytib bo'lmaydi, shuni uyalamiz deb Robbimqul domlani imomlikka qo'yib ketgan edi. Shundan har zamonda qachon Rakatga yo'lim tushib qolsa, ko'rishardik, ko'rardik. Bildimki, domla tez orada masjidning ahli bilan o'ziniki bo'lib ketganday, aka-uka, ota-bola bo'lib qolganday, shunday tez yaqinlashib ketdi. Samimiy inson edi. Hazillari ham doim bor edi va biror diniy yoki biron kishining tashvishi, bir ishi bo'lsa, jiddiy qabul qilardi, xuddi o'zinikidek. Robbimqul domlamning dinga omonatdorligi. Ko'pchilik biladi, 10 yillar oldin masjidlarda ehson qutisi qatoriga bir yangi ehson quti qo'shildi. Unga zakot, fitr sadaqa va ehsonlarni tashlaydigan quti degan ma'noda yozilgandi. Hamma bilib turardi, bu masjidga taalluqli emasligini. Yana qaysidir tashkilotlar qo'ygan. Bir safar domlani ziyorat qilib gaplashganim, borganimda aytib qoldi, mana shu odamlar bitta narsani aytdim, Ramazon oyi deydi. Birodarlar, do'stlar, kimki mana shu qutiga zakotini tashlagan bo'lsa, u zakot o'rniga o'tmaydi, uni qaytadan ado qilish kerak deb Shayx Muhammad Sodiq hazratning kitobidan o'qib berdim deb menga aytib qoldi. Ko'ryapsizmi? Demak, qanchalar ham omonatdor. Shunday aytganki, zakot qo'ldan qo'lga beriladi, mulk qilib beriladi. Ya'ni bu yerda o'sha qutiga tashlab qo'yapti, uni kimdir birov mulk qilib ishlatmaydi. Ana shuning uchun zakot ado etilmadi deyapti. Chunki aralashib ketadi birinchidan boshqa pullar bilan, ikkinchidan kimlarning qo'liga tushadi, nima maqsadda ishlatiladi, bilib bo'lmaydi. Shuning uchun zakot mulk qilib beriladi degan qoidani odamlarga aytib qo'ygan. Men qachon yo'lim tushib qolsa masjidga, Rakatga, domlani bir ziyorat qilishga harakat qilib, imkon boricha odob saqlab, odobsizlik qilmasdan oldiga kirardim, bir ikki og'iz so'rashib, duolar olib ketardim. Shunda bir safar men oldimga bitta kosada qatiq qo'ydi. Men sal tortindim, so'radi birinchi, obed qilgansizmi dedi, tushlik qilgansizmi dedi, yo'q dedim. Keyin shu qatiq qo'ydi oldimga, bitta idishdan qo'yib. Keyin menga noqulay bo'ldi-yu, nima ham qilamiz, keyin shuni yedim. Keyin kosangizni bering bu yoqqa dedi. Keyin berdim. Yana quyapti, men aytdim, yo'q, menga bo'ldi, yetarli bo'ldi desam, endi o'zim ichaman-da bo'lmasa dedi. Keyin men aytdim, xijolat bo'lib qoldim, domla bova dedim. Domla bova deb murojaat qilardim. Yoshim mendan ancha kichkina bo'lsa ham domla bova deb. Chayib keladimi shu kosani desam, yo'q dedi. Shartmas dedi.
su su ilm suul mu'mini shifaun degan gap bor, ulug'larimiz aytib qo'yibdi dedi. U nima degani desam, mo'mindan qolgan sarqit shifo bo'ladi degan dedi. Shu darajada bir oddiy odam edi. Demak, xalqimizdagi bitta piyolani yoki bir nechta piyolani navbatma-navbat bu odamdan bu odamga choy beraveradi. Bu juda yaxshi odat ekan. Demak, masalan bu qoshiq, kosalar ham xuddi shunaqa. Hech tortinmaslik kerak. Chunki yuqadi deb rim qilish islomda yo'qdir. Va shuningdek, birovdan qolgan ovqatni ham yeb qo'yaverish. Shundan qolgan bizning xalqimizda urf bo'lib. Bir safar Surxondaryodan Toshkentga Sariosiyo tumanidan bir imom, olim kishi borib shaharda menga telefon qildi. Bizga dedi, bir kechaga joy kerak edi. Menga va o'g'lim dedi. Keyin men aytdim, domla bova dedim, Xudo xolasa zo'r joyga sizni olib boraman dedim. Shu bilan men to'xtatdim gapimni. Keyin birdaniga Rabbim qul domlamga telefon qildim. Domla bova so'rashgandan keyin, domla bova bir ulug' inson, siz xursand bo'ladigan bir insonni mehmon qilasizmi? Men boshlab bormoqchiman dedim. Ya'ni aniqrog'i men sizning uyingizga bir ulug' insonni boshlab boryapman, siz xursand bo'lasiz deb men kesib gapirdim. Ya'ni dangal gapirib yubordim birdaniga. Domla bova, siz o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Sizga biror kishi shunday desa, oldin aytmading, bu deb ko'ngli kelishi mumkin. Domla bova xo'p bo'ladi dedi. Endi avval kim degandek qilib bir gap men aytdim, borganda bilasiz dedim. Endi men bitta ish qildimki, mehmon qaysi joyga olib borishimni, kimniga olib borishimni ham mehmonga aytmadim. Mezbonga ham sizga mehmon olib boryapman deb kimligini aytmadim. Endi Xudoga tavakkal. Men bilaman, juda yaxshi bilamanki, ulug' olim, bir fozil insonlar bir-biriga hurmat saqlashadi. Shunaqa. Keyin o'sha vaqtda domla telefon qilib, gaplashgan vaqtimda Rabbim qul domlam, hozir ishlar bilan yuribman, siz tez o'tavering biznikiga dedi. Hozir men ham boraman dedi. Shu bilan biz mashinada bordik. Domlaning izidan kirib bordik. Rabbim qul domlam bizdan sal bir 2-3 minut oldin kirgan. Biz bordik. Endi mehmonni ham olib boryapman. Bu Rabbim qul domla degan bir imomlarimizdan birining uyiga olib boryapman sizni dedim. Chunki men domlamning uyiga ko'p borib salom qilib turardim, uyda mehmon bo'lardim. Endi ular ko'rishgandan mezbonning xursandchiligini aytmaysizmi? Hazrat, biz sizni g'oyibona hurmat qilib, sizni yaxshi ko'rib yurardim. Xush kelibsiz deb. Endi bu domlamiz, mehmonimiz endi Rabbim domlamizni ko'rmagani, shunday bo'lsa ham bu mehmondo'stlikda, ya'ni men o'rtada turibman-ku, bu yerda sizni ulug' bir yaxshi joyga olib boraman, xursand bo'lasiz deb aytganman. Keyin mehmon qilib bir kecha men ham o'sha yerda yotdim. Shunda gurung orasida, gap orasida Rabbim qullar bilan menga aytdi. Shunday ulug' insonlardan bizga ko'proq olib kelib turing deb qo'ydi. Bu yerda hech qanaqa bir yasama gap ham yo'q, bir qistir kosa tagida nimkosa qilib gapirgan gapi ham yo'q. Samimiy hammasi Alloh uchun. Bir safar Rabbim qul domlamga telefon qilsam, men dedi, Imom Termiziy masjididaman dedi. Keyin men aytdim, nima ish bilan bordingiz desam, yo'q, men shu yerga imom bo'ldim dedi. Ko'pchilik biladi, Imom Termiziy masjidi Sebzorda ko'p qavatli domlar orasida joylashgan masjid. Taxminan bir 6-7 yil ilgarimi shu sal ko'proq undan 1-2 yil oldin buzilib, shu 6-7 yil taxminan shu 6-7 yil narida
shu masjid qaytadan qurilgandan keyin ochildi. Shunda Rabbimqul domlamiz shu yerga imom xatiblikka tayinlashgan ekan. Bordim, xursand bo'ldim. Bu masjidning qurilayotganidan xabarim bor edi, qayta qurilayotganidan. Shunda borib ko'rdim bemalol. Endi domlamiz o'sha masjidda ko'p ishlamadi. Sababi domlamiz ketgandan keyin o'sha orada rakat masjidi ham buzilib qayta quradigan ishlar boshlanib ketdi. Domlamiz Imom Termiziy masjidda imom bo'lib yurar ekan. Bu yoqda bir yosh yigit O'tkirjon imomlik qilardi. Keyin juda ko'p vaqt bo'lmadi, endi rakat masjidi buzib tashlangan, har zamon o'tganda bir ko'rardim. Qurilish deganda yurib ketavermadi-da. Keyin bir kuni domla buva deb Rabbimga domlamga telefon qilsam, men dedi rakatga qaytdim dedi. Iye? Qanaqa? Desam, qavm meni talab qildi dedi. Qavm talab qilib, shu Rabbimqul domlamiz bizga imom bo'lsin, boshqatdan tayinlab beringlar deb talab qilgandan keyin domla bu yoqqa o'tib, shundan yana oradan yana qurilish ishlari ko'ngildagidek bo'ldi. Hozirgi kunda ko'rib turibmiz. Borganlar hamma biladi. Bir ulug'vor masjid tushgan. Juda ulug'vor. Albatta bu shaxsan domla shu ishni qildi deb hech kim ayta olmaydi buni. Alloh taolo shuni nasib qildi. Chunki domlaning samimiyligi bor, dinga qayg'usi bor, xalq bilan yaxshi chiqishi bor, tashkilotchiligi bor. Shu qurilish bo'layotgan vaqtda ham borib yo'lim tushganda borib turardim. Namoz o'qishga yo bir nimalar ko'rib o'tishga, masjidning yonidan o'tishga. Shunda domla aytardi, nima ancha-muncha hozir qarzimiz bor, ustalardan qarzimiz bor deb aytardi. Keyin bir safar borganimda domla buva shunday deb aytgandingiz, qarzlar qutulib qoldingizmi desam, endi qutulyapmiz, Xudo taolo nasib qilganda bu qarzlardan hammasidan qutulamiz Xudo xolasa dedi. Shunda ham haligi boshqa ortiqcha gap yo'q. Ya'ni Xudo o'zi xohladi, shu qurilishni nasib qildi. Endi Xudo taolo yetkazib beradi o'zi deyapti. Bir xotirjamlik bilan. Alhamdulillah shunday bo'ldi. Masjid ishga tushib, hamma tomondan qulay xizmatda, alhamdulillah. Allohning va xalqning xizmatidan masjid. Rabbimqul domlam hali 50 yoshga ham to'lib-to'lmay oramizdan ketdi. Alloh rahmat qilsin. Qizlarini turmushga chiqarib bo'ldi. Alhamdulillah, domlamiz bir qancha nevaralari bor. Endi bitta o'g'li qoldi. Alloh taolo shu orqada qolganlarga ham, domlamning onasi Hoji onamizga ham chiroyli sabr jamil ofiyatlar ato etsin. Domlamizni Alloh taolo rahmat qilsin.